Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana bugun sizlar bilan demak genlar joylash tartibi, ota-onani topish mavzusida gaplashamiz. O'z kelasingga o'rdi. Mana bu yerda organizmlar soni yozilgan. Bu yerda bilamizki, qo'sh kelasingga masalalarida eng yuqori qiymatga ega bo'lganlarni yozib qo'yaman. Eng yuqori qiymatga ega bo'lganlari, demak, nokrasingga o'ylarni ajratib oldim. Ya'ni bu katta A, katta B, katta S hamda kichkina a, kichkina b hamda kichkina s. Endi eng kam qiymatga ega bo'lganlar qo'shib kelasizlar. Ya'ni katta a, katta b, s hamda e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak kichkina a, kichkina b, katta s. Endi biz mana shunga o'xshagan ota-ona genotipini topish uchun bir qancha chatishtirishlardan amalga oshirishimiz kerak. Birinchi bo'lib e'tibor qaratamiz. Mana bunday holatda oldim, mana bu ota-onaniki. Demak, bu yerda e'tibor bering, mana B'lar tonini o'zgartirib ko'rdim. Natijada bizda mana bundan hosil bo'lgan genotip mana bunday holatda, ya'ni katta A, kichkina B, katta S, kichkina A, katta B, kichkina S. Demak, mana bu genotipga mos kelmaganligi uchun demak buni o'chirdim. Ya'ni bu taxmin yo'qqa chiqdi. Ikkinchisi, demak, B'larni yuqoriga ko'tarib A'larni pastga tushirib ko'rdim va A'larni o'rnini almashtirib ko'rdim. Ya'ni bu yerda B, A, S, kichkina b, katta A, kichkina S qilib ko'rdim. Demak, bizda ikkita dominant gen bo'lishi kerak edi A, B. Demak, bu taxminan yo'qqa chiqdi ikkinchi holat. Endi mana bunga e'tibor bering. Endi S'larni demak o'rtaga olib chiqib, A'larni pastga tushirdim. Va natijada S'larni o'rnini almashtirdim. Manda B, S, A. Ya'ni e'tibor bersangiz, A, B bizda demak kichkina S, B kattasi kichkina A holatda bo'ldi. Endi qarang. Bu holatda aynan mana S'larni o'rnini almashib qolyapti. Ya'ni yozilyapti bizda. E'tibor bering. Katta A, katta B, kichkina S. Demak, kichkina B, kattasi kichkina A holatda yozilyapti. Endi bizda qo'sh kelasinglarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qarang, katta A, katta B, kichkina S, kichkina A, kichkina B, katta S'lar. Demak, mana shu holatda yozilgan. Endi mana bu holatga e'tibor qaratib qo'yamiz o'zi ota-onaga. Endi qarang. Mana bu yerda B'larni o'zgartirganimizda, demak qarang. Katta A, kichkina B, kichkina S. Demak, kichkina A, katta B, kichkina S. Demak, bu ham o'zini oqlamagan, faqat mana bunda to'g'ri ota-ona genotipiga o'xshagan. Demak, bizda ma'lumki, ya'ni onani genotipini topib oldik. Bizda onani genotipi demak katta B, katta S, katta A, demak kichkina B, kichkina S, kichkina A ekan. Tushunarlimi? Hozir yana davom etamiz. Mana buni ya'ni ota-onadan keyingi o'sha organizmdagi gametalar sonini nima qilamiz? Topishda davom etamiz.